Men ismim Gulchehra. Yoshlikda erta turmushga chiqqanman. Hayotimda sevgi emas, majburiyat ko'p bo'lgan. Erim bilan munosabatimiz yillar davomida sovuqlashdi. Ko'proq ona, bekalik, sabr va jimgina yashash rolini o'ynadim. Yolg'izlik ichimni yeb bitirar, lekin tashqaridan hech kim buni sezmasdi. O'g'lim Shahzod esa universitetda o'qirdi, bilimli, tarbiyali bola. Bir kuni u uyga kursdoshi Shahbozni olib keldi. Bir qarashda oddiy yigit edi. Lekin nigohi, o'sha nigohda nimadir bor edi. Meni ilk ko'rganidayoq yuragimni titratgan bir tuyg'u uyg'ondi. O'zimdan uyalib ketdim. Men axir onaman deb o'zimni koyidim. Shahboz bizga tez-tez kela boshladi. Har safar kelganida ko'zim ko'ziga tushar, yuragim gupillab ketardi. U ham buni sezgandek menga nimalarnidir nigohlari bilan aytardi. Bir kuni kechqurun Shahzod dostini biznikida qoldirdi. O'zimga oddiy mehmondek qaragin deb tayinladim. Tun, hammaning uxi, oshxonada suv ichib turgandim. Orqamda kimdir borligini sezdim. Qayrilsam Shahboz. Ko'zlarimiz to'qnashdi. O'sha daqiqada hech narsa aytilmadi, lekin yuraklarimiz bir-birini topdi. "Opa", dedi u ohangdor tovush bilan, "sizga qaraganimda yuragim o'zini yo'qotadi." "Gapir", dedim ichimda, "gapir, yuragim seni eshitmoqda." Lekin tilim jim edi. U menga yaqinlashdi. Nafasi yuzimga urildi. Yuragim urardi, lekin bu safar bu urish qo'rqinchdan emasdi, bu sevgi edi. Men ilk bora o'zimni ayol sifatida his qildim. Yillar davomida birinchi marta. U mening yuzimdan siladi. Qo'llari titrardi. Mening ham. U asta labimga yaqinlashdi. Men qarshilik qilmadim, chunki yuragim unga ha deb javob bergan edi. O'sha tun biz ilk marta birga edik. Yomg'irdan keyingi tongdek toza va iliq hislar og'ushida uxlab qoldik. Men ayol sifatida qayta tugildim. Lekin ertalab meni vijdon azobi uyg'otdi. Bu sevgimiz gunohmi? O'g'limning do'sti bilan bo'lish, axir bu sharmandalik emasmi? Ammo yuragim bunday demasdi. Yuragim bu hayotingdagi ilk chin sevgidir deb baqirar edi. Oradan kunlar o'tdi. U yana keldi. Yana ko'zimga qaradi va yana yuragim erib ketdi. Biz sevishar edik. Bu sevgi tinch, sokin, ammo kuchli edi. Menga bahor havosini, yoshlik tuyg'usini qaytarardi. U bir kuni dedi, "Gulchehra opa emas, Gulchehra, men sizsiz yashay olmayman. O'g'lingizdan ko'ra sizni ko'proq tushunaman. Men sizni sevardim, sevaman." O'sha lahzada ko'zlarimdan yosh chiqdi. Bu yosh sharmandalik emas, afsus emas, bu baxt yoshlari edi. Ha, biz axloqiy chegaralarni buzdik balki. Ammo yurak chegarani tanimaydi. Yurak faqat yurakni eshitadi. Meni hukm qiling, ayblang, lekin men baxtliman. Chunki men ilk bora sevdim va sevilish nima ekanini tushundim. Endi esa biz yashirin sevgi ichida yashaymiz. Hech kim bilmaydi. O'g'lim ham. Men unga hech qachon zarar bermaslikka va'da berdim. Shahboz ham. Ammo yuragimdagi o'sha issiqlik, o'sha ehtiros, o'sha muhabbat har kuni menga kuch bag'ishlaydi. Men tirikman, chunki sevaman. Shahboz bilan bo'lgan har bir uchrashuv menga hayot berardi. U meni oddiy ayol sifatida emas, yuragi yaralangan, muhabbatga chanqoq bir inson sifatida ko'rardi. U bilan suhbatlashgan daqiqalar, hatto oddiy nigoh almashishimiz ham yuragimni olov ichida kuydirar, ammo shu olovda iliqlik topardim. Bir kuni kechqurun u mendan xat yozib qoldirdi. "Men sizni bir kechalik ehtiros emas, balki umrboqiy muhabbat deb ko'raman. Har kecha yostiqqa bosgan boshingizni o'zim bag'rimda his qilmoqchiman. Sizni faqat sevish emas, himoya qilishni, har kuningizni gulga aylantirishni xohlayman." Bu so'zlarni o'qigach yuragim qattiq urdi. Endi sevgimiz yolg'iz ehtiros emas, bir-birimizga bo'lgan sadoqat, tushunish va ishonchga aylangan edi. Biz o'rtamizdagi har bir daqiqani qadrlay boshladik. Bu yashirin sevgi meni tiriltirdi. Bir kechasi deraza yonida o'tirganimda u ohista orqamdan keldi. Sochimni sekin orqaga surib qulog'imga pichirladi. "Gulchehra, siz mening taqdirimsiz. Siz bo'lmasangiz bu dunyo rangsiz bo'lib qoladi."
Men hech narsa deya olmadim. Faqat qo'llarimni uning qo'llariga qo'ydim. Yuragim baland urardi, ammo bu yurak urishi qo'rquv emasdi. Bu muhabbat edi, ozgacha halol, chuqur va achchiq totli. Biz o'sha oqshom uzoq suhbatlashdik. Uning qo'llari mening barmoqlarimni o'ynar, so'zsiz men senikiman deb aytar edi. Yana yuzlarimiz yaqinlashdi. Lablari labimga tegmasdan oldin to'xtadi. Faqat ko'zlarimiz bir-biriga botib ketdi. Bu ko'zlar orqali yuragimiz bir-birini oqirdi. Men unga qarab sekin pichirlab aytdim. Men ayol sifatida o'zimni birinchi marta butun his qilyapman. Chunki sen borliging bilan meni sevayapsan, ko'rkamligim uchun emas, yuragim uchun. Shahboz ohista boshimni bagriga oldi. Biz uzoq jim o'tirib qoldik. Na ehtiroz so'zda aytildi, na harakatda, lekin tanalarimiz orasida begubor muhabbat, chuqur ishonch va ehtirosli sukunat suzib yurardi. Keyingi kunlar bu sevgi bizni mutlaqo o'zgartirdi. Men endi faqat ona emas, ayol edim. U esa oddiy yigit emas, yuragimning egasi edi. Har bir uchrashuvda, har bir qo'l tegishda, har bir nigohda ehtiros bor edi, lekin bu ehtiros najotkor sevgi edi. Yashirin uchrashuvlarimiz tun jimjitligida bo'lardi. Birgalikda tongni kutardik. U menga shivirlar edi. Gulchehra, sizning har bir nafas olish ohangingizni eshitish o'zi bir orzu. Sizni og'riqlardan olib chiqib, endi faqat muhabbatga komilgan ayol qilishni istayman. Men esa faqat lablarimni yelib, yuragim bilan javob berardim. Shahboz bilan bo'lgan munosabatim hayotimga yangi ranglar, yangi ma'no olib keldi. Endi yashirin sevgi emas, ongli tanlov edi bu. Har bir harakatim, har bir his-tuyg'um ongli va sadoqatli edi. Va men hozir bitta narsani aniq bilaman, yurak hech qachon adashmaydi.